Assalomu alaykum, efirda Orzuga ishon ko'rsatuvi. Qadrli do'stlar, men bugun juda ham xursandman, juda ham shodman, chunki Orzuga ishon ko'rsatuvini faqatgina men olib boraman. Mening ajoyib hamkasbim Yuri Dobish hozirda tug'ruqxonada. Dilnora qivizichilar orasida uni Kaska deb chaqirishadi, chunki u kalla qo'ygan. Ularning turmush o'rtoqlari farzandni dunyoga keltirish ishlari bilan ovoralar. Yuri Dobish menimcha tug'ruqxona oldida gullar bilan turgan bo'lsalar ajab emas. Yaxshi xabarlardan biri shu. Yana bir yaxshi xabarlarimizdan biri, biz hamma teletomoshabinlarimizni maktablarini mana shu Latotronga joylashtirganmiz va ularni amalga oshirishga doimo tayyormiz. Ko'p gapirgandan ko'ra ish qilgan yaxshi. Shu sababli ham eng omadli bo'lgan kuponlardan birini tanlab olaman. Va bitta maktub. Xo'sh, hayajonli daqiqalar va maktub Toshkent shahridan. O'zbekiston Respublikasining turli xil viloyatlari va jabhalarida istiqomat qiluvchi aziz teletomoshabinlarimiz faolroq bo'ling, chunki biz chekka qishloqlarga borib orzu maqsadlarni amalga oshirishga doimo tayyormiz. Buning uchun faqatgina ishonchni so'ndirmasangiz bas. Demak, qahramonimiz Musay va Shahnozaxon, ularni hayotdagi eng katta orzulari raqqosa Parizoda bilan tanovvur raqsini ijro etish. Juda ham antiqa orzu. Eng qiziqarli jihati, ular optika do'konida faoliyat yuritar ekanlar. Ularning kasblari va orzulari bir-biriga qay darajada mos keladi, lekin shunday bo'lsa ham tanovvur raqsini anchadan beri sog'inganmiz. Fikrimga qo'shiluvchilar, bizni ko'rsatuvimizni ko'rishda davom eting. Bizdan uzoqlashmang, eng qiziqarli daqiqalar hali oldinda. Hozir surpriz. Mana qadrli teletomoshabinlar, biz o'ziga xos shartni boshlaymiz. Bu shartning qonun-qoidasi shundan iboratki, biz hozir Shahnozaxon bilan eng yaxshi tanovvurga xos bo'lgan libosni tanlashimiz kerak. Mana qadrli teletomoshabinlar, biz bahsimizni boshlashdan avval Farida opamni taklif qildik. Farida opa, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Farida opa asli malakali xoreograflardan. So'nggi 15 yil ichida milliy raqs liboslari omborini yuritadi. Aynan chiroyli raqs chiqishdi, chiroyli sahna asari chiqishdi, liboslarni o'rni qay darajada? Xudo rahmat qilsin, Mukarrama Turg'unboyeva ustozimiz shunaqa gap gapirganlarki, sahnaga chiqayotganda albatta avvalambor raqqosani yuzi etib turadi uni. Qanaqa raqs tushishini, yuzi kulib turishi kerak. Ikkinchi bo'lib uni ijrosi, lekin asosan uni libosi. Shu asosiy sharti bor. Shu shartlardan eng asosiysi yana ham libosi to'g'ri bo'lishi. Hozir bo'lmasa biz shartimizni boshlaymiz. Agar rozi bo'lsangiz bizga hakamlik qilib turasiz. Roziman. Ya'ni biz tanovvurga xos bo'lgan eng yaxshi va eng to'g'ri libosni, qoidalar bo'yicha to'g'ri libosni tanlashimiz kerak. Bosh ustiga. Rahmat katta. 1 2 3 demak qadrli teletomoshabinlar, biz boshladik. Shahnozaxon, tayyormisiz? Tayyorman. Mana biz o'z didimizga xos ravishda tanovvurga to'g'ri keladigan libosni tanlashga harakat qildik. Kimniki chiroyliroq va kimniki ko'proq tanovvur raqsiga to'g'ri keladi? Muhayyo, Surayyo, Ra'no, muhabbat, ko'zimni yashnatib kiyibsiz atlas. Bu libosingiz juda chiroyli, faqatgina tanovvurniki emas. Tanovvurniki emasmi? Folklorniki. Bu folklori libosi mana shunaqa atlasdan, har qanday matoda bo'lishi mumkin, bichimi boshqacha bo'ladi. Tanovvurniki durra borligi to'g'ri, lekin durra ham tanovvurniki emas. Milliy libos hisoblanadi bu ham. Folklor jamoli uchun. Demak, sahnada tanovvurga bu libos o'ynab bo'lmadi. Yo'q. Biroz adashdim. Ana endi Shahnozaxonni ko'rib baho beramiz. Shahnoza 8 yil tajribaga ega bo'lgani bilan, lekin boplabdilar. Xuddi 18 yillik tajriba borga o'xshaydi. Hamma yog'i raso.
xalatlari to'ppa to'g'ri beqasam, zebigardonlar taqilgan, bu ham to'g'ri, durralari bor, tilla qoshi qariydi. Xohlamasa taqmasligi mumkin. Durrani o'zi ham chiqsa bo'ladi. Tanovar o'zi durrada chiqiladi. Lekin siz xato qilmagansiz. Siz yana bo'rttirgansiz va bu juda chiroyli holatga sizni olib kelgan. Raqsingiz bundan ham go'zal bo'lsin. Endi asosiysi mana bularda soch bor. Soch bu hech o'ylamagandim. ko'p narsani hal qiladigan soch. Qani endi mana shunaqa sochlarimizni hamma qizlarimiz shunaqa uzun bo'lsa mayli deydi. Endi sizni sochingiz mayli ko'ylagingizga mos. Bularni tanovarga mos, tanovarga xos, o'zbek qizlarining hayosi, ibosi mujassamlashib turgan libosda ko'rib turaman. Nodira begim qiyofasiga kirib Juda ham. Nodira begim juda chiroyli aylanib ketgan Xonzoda begim. Demak, Farida opa, tanish-bilishchilik qilmaymiz hozir. Bu qizimni taniyman. Men libosda ko'ringani ham tanimadim. Boya ko'rgani boshqa edi. Kimni g'olib deb e'lon qilamiz? G'olib deb beraman albatta, Shahnoza. Shahnozaxon. Endi tanish bilishlik keyingi safar sizni g'olib qilaman. Bo'ldi, kelishdik. Demak, guvohi bo'lyapsiz. Shahnozaxon hozir bironta ham xatoni amalga oshirmaganlar. Eng to'g'ri tanovarga xos bo'lgan libosni tanlaganlar. Endi bu libosni nima qilish kerak? Albatta, Parizoda bilan tanovarga raqsga tushish kerak. Albatta. Menga bir holat qiziq. Bu bellashuv bo'ladimi yoki do'stona raqs bo'ladimi? Nima deb o'ylaysiz, Farida opa? Do'stona raqs bo'ladi, chunki Parizoda bilan agarda bular shunchalik ishtiyoqlari baland bo'layotgan bo'lsa, bular hali do'st bo'lib qolishadi Parizoda bilan. Ko'plab raqslarni o'rganasiz. Parizodaning raqslari albatta butun o'zbek xalqini o'ziga jalb qiladi. Hamma maftun u qizga. Shahnozaxon, nima ham derdik, siz g'olibsiz. Farida opam aytdilarmi, biz bu yo'ldan qaytmaymiz. Sizni orzularingizni amalga oshiramiz. Siz hozirgi kundagi eng katta orzularingizdan biri bo'lmish Parizoda bilan ko'rishish va nasib etsa ular bilan tanovarga raqsga tushishga muvaffaq bo'lasiz. Rahmat. Mana buni haqiqiy muxlisa desa bo'ladi, chunki ko'chada -2 daraja sovuq va Shahnozaxon hozir milliy liboslarda. Bitta sirni ochaman. Bunday holat Ismoil Jalilov bilan olgan ko'rsatuvimizda bo'lgan, ya'ni Ismoil Jalilov ham bexabar bo'lgandilar, hozir Parizoda ham bexabar. Menimcha ular uchun ham zo'r syurpriz bo'ladi. Ketdik. O'zim hayajonlanib ketyapman sizlarga. Assalomu alaykum, Parizoda, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Zo'r telekanali Orzuga ishon ko'rsatuvi. Asosiy qahramonimiz Shahnozaxon hayotdagi eng katta orzulari siz bilan ko'rishish va imkon bo'ladigan bo'lsa, siz bilan tanovarga raqsga tushish. Havaskor sifatida. Rostdanmi, xursandman. Xush kelibsiz. O'raq qolsa. Mukarrama Turg'unboyeva kirib kelyaptilarmi deyman. Biz Farida opamlarning oldilariga borib, maxsus kiyimlarni tanladik. Avvalambor assalomu alaykum. Siz bilan men ko'rishish bir umrlik orzuyim edi. Juda ham hozir juda ham hayajondaman. Meni juda ham idealimdagi kumirim desa ham bo'ladi. Siz ijodingizni juda ham hurmat qilaman. Orzuyim siz bilan yaqindan tanishish, yaqindan ko'rish edi. Juda ham xursandman. Hozir hayajondaman. Gaplarim esimdan chiqib qoldi. O'zi umuman boshqa sohadalar, meditsina sohasiga yaqin bo'lgan sohada ko'zoynaklar bilan shug'ullanadilar. Lekin shunga qaramasdan bolaliklarida 7 yil, 8 yil davomida raqs bilan shug'ullangan ekanlar va eng yaxshi mana raqsga tushish bo'yicha namunani sizdan olar ekanlar. Albatta, menga hozir kutilmaganda kirib keldinglar. Men to'g'risini aytsam, endi to'g'ri o'rganib ketganmiz. Kutilmagan holatlarga, kutilmagan mehmonlar kelishiga o'rganib ketganmiz, lekin men bilmadim, qanaqadir shok holatdaman. Xush kelibsizlar. Albatta, chiroyli raqslaringizni ko'rib, xudo xolasa, niyatlaringizga erishtiramiz. Shunday qilib qizlarimiz 10 daqiqalik mashg'ulotlarga kirishib ketishdi. Diagonal bo'yicha yuramiz.
ipo. 1, 2, 3, 4. Ko'rdik. Yuzimizni yopamiz. 1, 2, 3. Qaychi qaychi bo'ladi oyog'imiz. Ha, ancha bilar ekansiz, Tanavar. 1, 2, 3. Siz oldinga qilar ekansiz oyog'ini. Mayli. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Yuringni beramiz. Yugurib boramiz. Mana va nihoyat san'at asari tayyor bo'ldi. Mana qadrli teletomoshabinlar, Shahnozaxonning orzulari amalga oshayotgan damdamiz. Tomosha qiling, orzular ro'yobga oshadi. Barakalla, juda ham chiroyli raqs chiqdi. Xo'sh, Parizoda, fikrlaringiz qanaqa? Umuman kutmagan edim, haqiqatdan ham Mukarrama Turg'unboyeva kirib keldi dedim-ku. Menimcha hozir vaqt o'tkazib, men ko'p vaqt Tanavar o'rgatsam kerak deb o'ylasam, Tayyor kadr ekanmi? tayyor orqamdan bemalol ilib, o'rganib, hamda Tanavar raqsini juda ham yaxshi bilar ekanlar. Barakalla, a'lo darajada. Menga juda ham yoqdi. Juda ham a'lo darajada taassurotlarim. Men juda ham kutmagandim. Birinchidan qabul qilib, ruxsat berib, o'zlari bilan bitta kostyumda shu o'ynaganimga juda ham xursandman. Haqiqatdan ham orzularingiz ro'yobga chiqadigan qiz ekansiz. Samimiy orzu. Samimiy, haqiqatdan ham chin dildan bo'lgan ekanki, men doimo mashg'ulot holatida libosingizni ham kiyib bering degan takliflar ko'p bo'lganda, men kiymaganman, chunki juda ham ko'p vaqt ketadi, vaqtimiz yo'qligi uchun ham liboslarni kiyishga sharoitim bo'lmasdi. Lekin shu go'zal qizni orzulari chin dildan ekan, men mayli shu orzularimni ro'yobga chiqazadigan maqsadda liboslarni sochlarimgacha hattoki ulab, Eksklyuziv. original holatda kiyinishga harakat qilib ko'rsatib berishga vaqt ajratdik. Shu fursatdan foydalanib avvalambor sizga kattakon rahmat deyman. Yo'q demasdan qabul qilganingizga ham Zo'r TV kanaliga katta minnatdorchilik bildiraman. Shu proyektda qatnashganimga, yo'q demaganingizga, kuninglarni men uchun sarflaganingizga sizga kattakon rahmat. Ilom ishingizga omad, zafarlar tilayman. Oilangiz bilan qo'sha qarib, bolalaringiz rohatini ko'rib, har doim bizani xursand qilib, raqslar bilan charchamang. Parizoda, to'g'risi sizga havasim kelyapti, chunki har bir ijodkor o'zi shunaqa muxlisi bo'lishini menimcha orzu qilsa kerak. Mana bugun sizning orzungiz amalga oshdi. Ayta olamanki, millionlab teletomoshabinlarimiz guvohligida amalga oshdi. O'z orzulari ro'yobga chiqarmikan yoki armon bo'lib qolarmikan deb o'ylab turgan teletomoshabinlarimizga nima so'zlaringiz bor, nima maslahatlar bera olasiz? Hammasi real ekan. Buning uchun hammangizga rahmat. Men kutilmagan holatda bo'ldi. Birinchi marta ham ko'rib turibman hayotda. Men aytmoqchiman, samimiy. Bir xil aytadi, tashqaridan
gaplashmaydi, o'zini Hatto bosh kiyimlarini ham berdilar. bosh kiyimlarni berganlarga kelganda ahamiyat bergan bo'lishligi mumkin. Tomosha bosh kiyimda boshqacha holatda keluvdim. Men uchun bosh kiyimlarni ham ayamasdan berganlarga men katta rahmat deyman. Ta'zimdaman siz oldingizda. E'tiboringlar, mehr muhabbatinglar uchun men ham boshim yerga tekkuncha ta'zim qilaman. Hurmatli teletomoshabinlar, qadrli do'stlar, mana shunday hayajonli va o'ziga xos daqiqalarda biz sizlar bilan xayrlashamiz. Hamisha orzular ro'yobiga intiling, chunki orzular albatta ro'yobga chiqadi. Bugunmi ertami, faqat unga ishonish kerak. Yangi orzular ro'yobida ko'rishguncha, xayr. Sog' bo'linglar.